Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün yangi harfni olamiz. U harfning ismi sa. U harf bizning soqov. Ikki tish orasidan aytiladi. Sa. Ham u bizning yo'lning üst kulishida yozilajak. Masalan, alif harfi bizning aytdik mana shulay yozilsa, za harflari ostga tushib ketadi dedik. Sa harfi bizning mana shulay yoziladi. Nakta harfi simon tik onun 3 nuqtasi bo'lajak endi. Ta harfining 2 nuqta edi. Sa harfining 3 bo'la. Mana shulay da kela. 1 2 3 nuqta. Ham mana shulay da kela. Ham mana bu qo'llari bu harfning. Bu biror harfga tutashirishi mana. Masalan, biror harf mim harfini olik. Ham mana bu harf mim harfi tutashir uchun bu ikki harfni tutashtira turgan qo'l bu. Shu gina. Ham endi harfning ustida fatha kelsa, u sa deb o'qila. Sa. Kasra kelsa, si. Ham domma kelsa, su. Soqov. Su. Sa, si, su. Ham Аббасов kitabini ochamiz. Учим арабский. Учебное пособие по чтению Корана degan kitobni. Mana bu kitob kimning yo'q? Ahmad Hadi Maqsudi kitobi bo'lsa, Muallim Thani. Bu kitobda yo'ri. Ular bir-birsine o'xshash so'zlari. Agarda shunday kitobingiz bor ekan edi, bu kitobdan o'qisangiz da bo'ladi. 11 bitni ochamiz. Sa, si, su. Hozir so'rov tug'iladi. Nechuk bu harfni shin harfidan ayiradi? Bizning bit shin harfining 3 nuqta edi. Sa harfining da 3 nuqta. Shin harfida men o'zim shulay yodlagan edim. Bunda tatarcha, ruscha sh harfi уже yozilib qo'yilgan bit endi mana sh deb yozilib qo'yilgan. Shunga mana o'rganirga yengil. Mana sh harfi. Sh harfi yozilgan. Mana sh. Sa harfida sh deb yozilmay bir qo'yadi. O'rtasida da yo'q, boshida da yo'q. So'zning o'zag'ida da mana kelmay ul alay. Hozir o'qib qaraymiz. Bas, sib, sam, sin, samar, saman, sauru, sauru, sa. Da sh harfi yo'q. Sau-bu, saubu, sa. Say, bu, saybu. Ni. Ma tugul, mu tugul, mi. Mis, lu.
مثل مو موس لو مثل ما سا مثل مثل ك واو خرفة كاو سا كوثر كوثر أك ثا أكثر أكثر يك يكسي يكسي رو يكسر أس با أثبت أثبت يوس بي يثبت يثبت إي إيس bu harfni уже hozir s deb aytilganmi? Qo'y bilishaqda endi mana bu harfni bilib qo'ygaч, mana bu so'zlarda endi mana bu harfda ko'pchilik s deb ketalar. Bunda sin harfi tish orasidan aytilmaydi u. Is, istak, se, istak, se, ro, istak, se, ro. Biz aytdik mana bu ulug' so'zlarni, uzun so'zlarni endi qog'oz bilan qoplab qo'ysak bo'ladi deb. Yes, yesta, yestak, yestakthi, yestakthiro, yastakthiru. I, is, ista, istas. Mana sa harfi yangi harf tish orasidan aytiladi. Istas qo la استثقل يا يست يستثقل يستثقل يستثقل. Ну, shuning bilan bugun dars tamom. Bu so'zlarni yozib chiqarish kerak. Aytak shulay ishlik. 2-chi, 3-chi ham 4-chi yo'lning so'zlari har bir so'zni 3 martaba yozib chiqarish kerak bo'ladi. Shunga dars tamom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.